Mana oxiri olib chiqdim. Men ham gapiraman deb turib oldi. Ikki og'iz gapi bor. Sen ham fermermisan? Unda menga quloq sol. Gapim ko'p. Endi meni eshit. Molxonada 20 ta qo'y bor. Joy esa 5 ta qo'yga mo'ljallangan. Qo'shnimning dumi yuzimda, mening dumim esa boshqa birining yuzida. Bu nima degan gap? Suv idishi bor, lekin unda suv yo'q. Hozir to'ldiraman deysan. Bu gapni 3 kundan beri eshitaman. Chanqoqman. Har kuni bir hovuch somon berasan. Bir hovuch. Men 80 kilogramman. Sen ham bir hovuch non bilan to'g'yasanmi? Yozda 40 daraja issiq, shamollatish yo'q. Qishda -10, isitish yo'q. Men qo'ymanmi yoki temirmanmi? Haroratga e'tibor ber. Faqat bozor kuni kelasan. Qolgan kunlari yo'q. Kasal bo'lsam ham bilmaysan. Meni har kuni tekshir. Men ham jonli mavjudotman. Yaxshi yem ber, keng joy ber, toza suv ber, haroratni saqla, har kuni tekshir. Shunda men ham semiraman, sen ham pul topasan. Kelishdingmi? Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsang, bu videoni shunaqa qo'yga mehr bermaydigan chala fermerga jo'natib qo'y.